ötemiz hazır. Bize taraftan bo'ladi ekan bunday yo'llar. Ellikqal'a tumani Nöks yo'li bu. Aqchako'lning ustidan o'tib ketadi. Assalomu alaykum, hurmatli kanal kuzatuvchilari, sog'misiz, omonmisizlar? Yurtimizni tinchligini ko'zlaymasin, yurtdoshlarimiz sog' salomat bo'lsin. Ikki narsani qadrini yetik do'stlar, yurtning tinchligi bilan sog'lik. Ajoyibina gap bo'lishi mumkin emas. 6 santi deb bu. Chetlari baribir sal nara qiladi. Chiroyli yo'l olibdi lekin tap-takiz ko'rib turganingizdek. Hozir xudo xolasa ishlar yetib turgan jarayondan borib tushiramiz. Ko'rib kuzatib boraverasiz, kanaldan uzoqlashmaymiz do'stlar. Yana yo'lning tekizligi Aqchako'lni o'zindamiz yana. Tap-takiz ekan, to'g'risi lekin gap yo'q. Zakonni yetib ishlanib tilaydi. Endi buni xudo xolasa vaqt ko'rsatadi. Svetoforundan ham o'tdingmi? To'g'risi lekin zakonni yetib ishladilar. Ajoyib etib ishlabdi. O eldimizda ishlab turibdilar ayni. Shu yerdan boshlab chap taraf ishlanib turgan ekan. O'ng taraf ko'rib turamizdek oltin. Bu yoqda lekin santimetri sal ozroq ekan. Jarayonlari ketib turibdi. Yo'q. Rahmat, onları da görməsin, işlab turganlarni. Hozir batafsil tushirib o'tamiz hozir. Yanda yashillikni ishorani berib turibdi. Kelavering, o'tavering yo'l xavfsiz deb. Sababi katta yuk mashinalar ko'p bu yoqda yine. Bu asfaltning yanında yine ben özüm bir 10 minut bo'lmadi durganıma şu derece issiq asfalt mümkün emas issiq. Qaynab turibdi rasmi. Aran tarafına saqqizlar qo'yilgan. Yedi santi, 8 santi, 9 santi yerleri var idi. Orta tarafı 5 santi ekan. Qolgan yerlarni o'zida saqlab turibdi. Yürüyüş jarayonlarini ko'rsak bo'lamaydi. Bir yanlara asfalta sakız kuyulup değil mi? Evet. Ucu yürüsen bilinip turttu. Bir anda iş jarayonlari ketib turibdi. Asfaltdan yürümeyik. Sakız resmen yaka yapışıp turibdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Salomat olun. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Maşallah.
assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Sog' salomat. Ana do'stlar, ko'rib turganingizdek, asfalt issa ekan. Qalınlığını ham ko'rib turibsizlar. Где-то bir 6 santi, 7 santi bor. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qo'llaringiz dard ko'rmasin, katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Do'stlarimiz degan, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu santimetri taxminan necha bo'lib turibdi endi buni? 5 santimetr, ha? 5 santimetr bo'ladi-ku, xudo xolasa. Sababi asfaltning ustida yozilib turibdi bu. Avvalgi asfaltning ustida yozilib turibdi. Katta rahmat. Ajoyib bo'pti lekin Ariallar. Sholdinasini yemaydi deb kelayotirman. Zo'r bo'pti. Bo'stongacha boradi. Tak, 23-kilometrni yarimidan boshlangan ekan, Bu yana daz xudo xolasa Pоворotgacha boradi. ishordi pоворotgacha boradi. Значит, yana 1 kilometrdan ziyod bor. Gap yo'q lekin. Katta rahmat. Xudo xolasa shu Nukus yo'li, ya'ni Aqchako'l ustidan o'tadigan yo'l tap-takiz xudo xolasa ajoyib bo'ladi. Keyin shu yerdan o'tadigan aka-ukalarimiz hammasi to'g'risi xursand bo'ladi. Bunday takiz yo'llar. Rahmat sizlarga. Bu yon tarafida yana sakkizlar quyilib turibdi. Rasmiy oyoqqa yopishadi yana yurgan vaqtda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Katta rahmat, o'zi shu sizlarni olish uchun keldik. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Katta rahmat, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Bu yerdan 23-kilometrni yarimidan kelayotirman. Yo'llar tap-takiz to'g'risi. Xudoga shukr. Bizdan bo'lagan-ku Neyli qaladan, to'g'rimi? Rahmat, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Xudo xolasa asfalt olib kelib turibsizlar. Xudoyim qo'llaringiz dard ko'rmasin. Mashinalaringiz shu pastdan shu xursand qilib yursin sizlar. Sababi shunday ishlarga qo'l ko'mak berib turibsizlar. Salomat bo'ling. İşleringiz omad. Salomat bo'ling. Bir yan taraf hali yarım taraf işlenmedi, yarım taraf işlenip turibdi. Hammasi qo'sadi, ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas yana. Bu yanda trambopchisi bo'lib turibdi ana. Asfaltning isi gap yo'q lekin. 1 santi yozilib turibdi dedi. 5 santi. Tak, shunda hozir Bo'stonni Malla ko'piridan o'tadi ekanda. Malla ko'piridan o'tadi ekan ishlanib, xudo xolasa. Ishni aytsa bo'ladi, ajoyib o'zgarish gap yo'q. Hammangizga katta rahmat deymiz. Ishorda ishlab turganning qo'llari dard ko'rmasin, sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Yurtimizni tinchlig'iga ko'z tegmasin, yurtdoshlarimiz sog' salomat bo'lsinlar. O'zlaringizda asranglar. Ellikqal'a tumani, Bo'ston shahri. Nukusga ketadigan yo'lini, Aqchako'lning yo'li. İşler davom qilib turibdi.